begona yurtlarga kim seni yuboradi? Undan ko'ra joyingizda uzatamiz. To'ppa-to'g'ri. Yo'q, men o'qishni xohlayman. Men xorijga ketaman. Allaqachon hujjatlarimni topshirib qo'yganman. Agar meni tanlashsa, uydan qochib bo'lsa ham ketaman. Men katta loyihalar ustida ishlamoqchiman. Ilmiy izlanishlar qilish niyatim bor. Katta orzular qilish yaxshi qizim. Lekin ularga yetish oson emas. Men nimalarni orzu qilganman? Mana, o'tiribman-ku. Olima bo'lish uchun qancha o'qish kerak qizim? Qo'ysang-chi. Oyi, siz ham institut tugatgansiz-ku. Lekin kichkinagina shifoxonada oddiy shifokor bo'lib qolib ketdingiz. Men katta maqsadlar qilyapman. Ularga yetishim kerak. Maftuna qizim, yaxshi joyga turmushga chiqsang, ering ruxsat bersa, ishlayverasan. O'qishingni tamomlaysan. Bir xil oilalar bor. Kelinini o'qishiga ham, ishlashiga ham ruxsat berishadi. Qizim,